بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mübarek Ramazan ayının Cuma günüdə Cuma namazını ado etmali uchun uzoq yaqindan xulus niyat bilan masjid sari qadam bosdik. Alloh bosgan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozsin. Bu muborak oyda Alloh barchalarimizga marhamat nazar bilan qarasin. Gunohlarimizni mag'firat etsin. Otash shu do'zaxni Alloh ko'rsatmasin. Bizga ham, avlodimizga ham, ulug'larimizga ham. Hech bir mo'min musulmon bandaga Alloh ko'rsatmasin. Qilayotgan ibodatlarimizni, toatlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni Alloh dargohida qabul aylasin. Bugun Juma suhbatimizning mavzusi omonatdorlik insoniy fazilat deb nomlangan. Omonat deganda ko'z oldimizga birovning moddiy omonati, huzurimizda saqlanayotgan moddiy omonati keladi. Lekin omonat deganda bu umumiyroq ma'nodir. Kengroq ma'nodir. Omonat moddiy narsa ham omonat bo'lishi mumkin. Ma'naviy narsalar ham omonat bo'lishi mumkin. Masalan, din bu mo'min musulmonlarga berilgan omonatdir. Eng katta omonatdir. E'tiqod omonatdir. Iymon omonatdir. Bu dinni muhofaza qilish xuddi o'sha biz bilgan omonatni muhofaza qilishdek, balki undan ham kuchliroq muhofaza qilishlik omonatdir. Zarur bo'lgan omonatdir. Vatan bu ham omonat. Obod vatanda yashab, keyingi avlodga bu vatanni obod holatda qoldirishlik ham omonat zimmamizda. Tinchlik, omonlik bu ham omonat. Bu narsalar xayolimizga ham kelgani yo'q omonatligi. Ana shunday ma'naviy narsalarda ham omonat bor. Dinimiz mo'min musulmonlar omonatdor bo'lishlikka targ'ib qilgan dindir. Omonatni ehtiyot qilib, omonatni sog' butun holatda egasiga qaytarmoqlikka targ'ib qilgan dindir. Mana kutilgan bahor ayyomlari ham keldi. Bahor fasli bu fasllarning eng mo'tadilidir. Odamni behuzur qiladigan sovuq ham yo'q. Rohatini ketkazadigan juda qattiq issiq ham yo'q. Havosi mo'tadil bo'lgan eng yoqimli fasl hisoblanadi. Insoniyatga juda ma'qul keladigan fasl hisoblanadi. Ana shu fasl boshlandi. Bu faslning boshlanishi hijriy shamsiy hisob bo'yicha hamal oyi kirishligi bilan boshlanadi. Hamal kirdi, amal kirdi deb qo'yadi xalqimiz. Hamal kirdi, endi dehqon ketmonni ko'taradi. Endi dehqon dalaga chiqadi. Injara alayka zamon fajur alal ardi. Ulug'larimiz aytadilar, zamon senga javr qilsa, sen yerga javr qil. Ya'ni alamingni yerdan ol dedilar. Yer insoniyatni rizqi ko'milgan joydir. Alloh taoloning ulug' ne'matidir.
insoniyat ana shu yerda rizqini izlaydi. Ana shu yerga ekin-tikin qiladi, dehqonchilik qiladi. Dehqonchilik qiladigan kasblarning eng ulug'idir dedilar Imom Movardiy rahimahulloh. Dehqonchilik boshdan oxirigacha mehnatning orqasidan rizq yeyiladigan kasbdir. Sharafli kasbdir. Ana shu dehqonchilik qiladigan kunlar boshlandi. Endi dehqonchilik qiladigan zamon keldi. Har kim harakatini qilsin. Bu yer ham omonat. U omonatni qanday olgan bo'lsak, shunday saqlashlikka biz mas'ulmiz. Unga ana shunday munosabat ko'rsatishlikka ham biz mas'ulmiz. Uni ehtiyot qilishlikka ham, undan foydalanishlikka ham biz mas'ulmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak so'zlarda dedilar: "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun illa kana lahu bihi sadaqa." Ravahul Buxoriy va Muslim. Bir musulmon ko'chat ekdi yoki bir ekin ekdi. Uning ekkan ko'chatidan yo ekinidan qush yedi yoki bir inson yedi. Unga ana shu ishi sadaqa bo'ladi dedilar. Ekkan ekinimizni mevasidan qush yesa sadaqa yoziladi. Ekkan odamga yoziladi. Yo bir inson yesa sadaqa yoziladi. Biz bilmagan holatda shuncha ajr va savobga ega bo'linadi. Dehqonchilikni, ko'chat ekish, ekin ekishlikning fazilati shunday. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yanada bu amalga shunchalik targ'ib qildilar. Birortangizni qo'lingizda bir kichkina ko'chat bor. Ekaman deb turibsiz. Qiyomatning xabari kelib qoldi. O'sha ko'chatni tashlab yubormang. Shuni ham ekib qo'ying deyapti. Qiyomatning xabari keldi degani, qiyomat bo'lsa dunyo oxir bo'ladi. U ko'chatdan manfaat yo'q. U ko'chatdan biz yemaymiz. Avlod ham yemaydi, hech kim yemaydi. Dunyo oxir bo'ladi. Ana shunday xabar kelib qolsa ham ulgursangiz ekib qo'ying dedilar. Shunchalik noumid bo'lmang deyaptilar. Bu amalni o'ta muhimligi uchun payg'ambarimiz alayhissalom shunchalik targ'ib qilyaptilar. Bitta narsaga diqqatingizni tortaman. Payg'ambarimiz alayhissalom bu muborak so'zlarni qayerda dedilar? Tog'i toshning orasida, sahroning ichida dedilar. Payg'ambarimiz yashagan joy ana shunday joy. Sahroi kabir. Hamma yoq tog'i tosh. Bir ko'kargan narsa unmaydigan joy. Ana shu joyda payg'ambarimiz ekin ekish to'g'risida, daraxt ekish to'g'risida gapiryaptilar. Endi tasavvur qiling. Bizning yurtimizni payg'ambarimiz alayhissalom ko'rganlarida nima bo'ladi? Bunday yurtni ko'rganlarda nima dedilar bu masala bo'yicha? Hisob kitob qilib olavering. Demak, biz yerdan foydalanmasligimiz bu o'ta og'ir musibatdir. Dinimizni anglamaslikdir. Dinimizni bilmaslikdir. Hozir ekologiya masalasi bu yurtda juda og'ir vaziyatda. Har kuni eshitayotibmiz, har kuni gapiradilar mutaxassislar. Yaxshi emas ekologiya. Mamlakatning rahbarlari bu yilni nima deb nomladilar? Atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili. Yashil yurt paydo qilaylik deyaptilar. Bu degani hamma butun jamoatchiligini bu ishga jalb qildilar. Harakatingizni qiling, ekin eking, ko'chat eking,
yerdan foydalaning, sayxunobod tajribasi degan narsani har kuni eshityapmiz. Nima talab qildilar u yerda? Talab qilganlar sizlari Tomarqandda bir qarching yer qolmasin, ek, foydalan, bozorga bir narsa olib chiq. Senga ham foydasi bo'ladi, xalqqa ham foydasi bo'ladi. Oyoqni ko'tarib yotadigan davr emas. Harakatlarni qilsinlar, yerdan foydalansinlar. Rizqning manbai bu. Sahobiylardan Huzayma bin Sabit radhiyallohu anhu aytadilar. Otamning bir parcha bo'sh yeri bor edi. Haligi yerga bir narsa ekmagan ekanlar. Hazrat Umar kelib dedilar otamga: "Ma yamna'uka an taghrisa ardak?" Sani nima to'siyapti? Nega yeringga bir narsa ekmaysan dedilar. Hazrat Umar o'sha davrdagi tushunchani qaranglar. Nega yeringga bir narsa ekmading? Faqala lahu abi ana shaykhun kabirun amutu gadan. Shunda otam aytdilar: "Men juda qarib qolganman, chol bo'lib qoldim. Ertaga o'laman, menga nima kerak shu?" Faqala lahu Umar, Hazrat Umar dedilar: "A'zimu alayk la taghrisannaha laqad ra'aytu Umar ibn al-Khattab yaghrisuha bi yadihi ma'abi." Shunda Hazrat Umar yo'q, ekasan dedilar. Albatta ekasan dedilar. Bir mahal qarasam, Hazrat Umar o'zlari otam bilan ekib yuribdilar dedilar. Amirul Mu'minin o'zlari shunga vaqt topdilar. O'sha zamonda bundan 1,5 ming yil oldin munosabat ana shunday bo'lyapti. Tushuncha shunday bo'lyapti. Bugungi kunda demak mo'min musulmonlar, hamyurtlarimiz bu haqiqatni anglamoqlari lozim. Islomda bir hikmat bor. Izra va la taqla. Ek, sug'urma. Ya'ni ko'paytir ko'chatni. Yo'q qilmagin. Ekkin buzmagin degan hikmatga amal qiladilar. Demak bu vatan ham, uning tuprog'i ham, uning yeri ham bu zimmamizdagi omonat. Uni obod qilish, omonatga qanday munosabatda bo'lish zarur bo'lsa, ana shunday munosabatda bo'lish zimmamizdagi burchdir. Bu haqiqatni bugun yaxshi anglab qo'yishligimiz kerak. Demak, so'zimiz omonat to'g'risida bo'ladi. Omonatning ma'nosi keng ekan. Omonat so'z bo'ladi, omonat amal bo'ladi, omonat aqida bo'ladi, omonat axloq bo'ladi. Sof aqidamizni sofligicha saqlab, keyingi avlodga o'tkazish omonat bu. Mazhabimizni saqlab, keyingi avlodga bu mazhabini yetkazish zimmamizdagi omonat bo'ladi. Buni yaxshi bilib qo'ying. Wa min ajalli sifatil anbiya alayhimus salam sifatul amana. Payg'ambarlarning eng ulug' sifatlaridan biri bu omonat sifatidir. Fakana kullu nabiyyin yaqulu liqaumihi inni lakum rasulun amin. Hamma payg'ambar qavmiga ana shunday degan. Albatta men sizga yuborilgan omonatdor payg'ambarman. Hamma payg'ambarlar ana shu omonat sifati bilan sifatlangandir. Ularning eng muhim, ularning eng ulug' sifatidir. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ham omonatdorligi sifatlari bo'lgan. Eng ulug' sifatlari bo'lgan. Hatto hali payg'ambarlik berilmasdan turib Payg'ambarimiz alayhissalom amin degan sifatga ega bo'lganlar. Makka mushriklari Muhammadunul amin derdilar. Omonatdor Muhammad deb.
sel yuvib ketgan Ka'bani qayta qurmoqchi bo'ldilar. Makkaliklar. Qurilish boshlandi. Hajarul Aswadni o'rniga qo'yish navbati keldi. Shunda masala ko'tarildi. Hajarul Aswadni kim joyiga qo'yadi? Qurayshning qabilalari bir-biri bilan tortishib ketishdi, biz qo'yamiz, biz haqlimiz, biz qo'yamiz deb. Kelisha olmadilar. Axiri bir fikrga qaror topdi. U fikr endi sabr qilib turinglar. Shu haramga, shu masjidga birinchi kirib kelgan odam hukm chiqarsin. Ana shu odamning hukmiga hammamiz bo'ysunamiz dedilar. Ma'qulmi? Ma'qul. Birinchi kirib keladigan odamni kutib turuvdilar, payg'ambarimiz alayhisalom kirib keldilar. Bu hali payg'ambarlikdan oldin. Shunda hammalari xursand bo'lib, "O Muhammadunul Amin, Muhammadunul Amin, omonatdor Muhammad keldi." De hammalar xursand bo'lib qolishdi. Masalani yetkazdilar. Shunga ixtilof qilib turdik. Sening hukmingga endi qoldi. Nima deb hukm chiqarsang o'sha odam qo'yadi. Yaxshi dedilar. Bir mato keltiring dedilar. Bir mato keltirdilar. Yoying dedilar. Yoydilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Hajarul Aswadni olib matoga qo'ydilar. Har qabilaning vakili matoning atrofidan ko'tarsin dedilar. Shunda hammalari matoning chekkasidan ko'tarib joyiga olib borishdi. Payg'ambarimiz alayhissalom toshni Hajarul Aswadni joyiga qo'ydilar. Ish ana shunday go'zal bir holatda yakun topdi. Payg'ambarimiz alayhissalom omonatdor sifatiga ana shu zamonda o'ziga bo'lgandilar. Hatto kelisha olmaydigan, otishga o'qi yo'q mushriklar ham omonatlarni payg'ambarimizga qo'yar ekanlar. Shu saqlab beradi omonatimizni. Haqiqatda mushriklarni ham omonatiga xiyonat qilmadilar. Ularni ham omonatlarni egalariga berdilar. Makkani tashlab ketayotgan kechalari uylarini qamal qilib olgan qurshab mushriklar. Qo'llarida qilichlari yaltirab turibdi. Muhammadni o'ldiramiz deb. O'rinlariga Hazrat Alini qo'ydilar. Duolarni aytib chiqib ketdilar. Xudoyim ko'zlarini ko'r qildi, chiqib ketdilar, ko'rmadilar. Hazrat Alini joylariga nima uchun tashlab ketuvdilar? Savol. Payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlarida mushriklar tomonidan qo'yilgan omonatlar bor edi. Ana shu omonatlarni egasiga berib qo'yasan deb qo'yib ketdilar. Qarang, o'ldiramiz deb turgan qavmni ham omonatini o'yladilar. Joniga qasd qilib turgan mushrik qavmni omonatini o'yladilar. Mana shu omonatlari zoyi bo'lmasin, sen egalariga yetkazasan deb Hazrat Alining joylariga qo'yib ketdilar. Omonatga vafoni ana shunday darajada tushuning. Omonatga vafo Payg'ambarimiz alayhissalomda ana shunday bo'lgan. Zimmalardagi eng katta omonat bu risolat omonatidir. Payg'ambarlik omonatidir. Payg'ambarlikni to'la to'kis ado qildilar. Omonatni to'la to'kis ado qildilar. Zarracha ham unda zaiflik ko'rsatmadilar. Ne kunlarni boshlaridan kechirdilar. Ne azoblarni boshlaridan kechirdilar. Ne aziyatlarni boshlaridan kechirdilar. Hammasiga sabr qildilar. Lekin omonatni yetkazdilar. Omonatni yetkazishlikda bo'shashmadilar. Qanday bo'lsa shunday yetkazdilar. Vahiy omonat edi. Vahiyni shunday yetkazdilar, qanday nozil bo'lgan bo'lsa.
birorta so'z ham yashirilmadi. Bu omonatning birorta so'zi ham, birorta kalimasi ham yashirilmadi. Bir misol. Abasa va tavalla. Rasulullohning yuzlari, peshonalari tirishdi. Yuz o'girdilar. Ya'ni teskari qaradilar. Bu oyat karimaning sababi nuzuli. Sababi nuzulida Payg'ambarimiz alayhissalom Qurayshning zodagonlarini da'vati bilan mashg'ul edilar. Ular dinga kirsa, dinga ko'p foyda keladi ulardan degan tushunchalar bor edi. Ular bilan mashg'ul edilar. Shunda sahobiylardan ko'zlari ojiz Abdulloh ibn Ummi Maktum kirib keldilar. Bir narsalarni so'rab kirib keldilar. Shunda Payg'ambarimiz alayhissalomga Ummu Maktumni o'sha holatda kirib kelishlari ma'qul kelmadi. Chunki muhim ish bilan mashg'ul edilar. Mashg'ul ishlardan u kishini to'sib qo'ydilar. Peshonalar tirishdi, yoqtirmadilar. Yuz o'girdilar. Teskari qaradilar. Alloh taolo oyat nozil qildi. Abasa va tavalla. Buning yuzi o'zgardi, peshonasi tirishdi. Undan yuz o'girdi. Bu oyat karimada Payg'ambarimiz alayhissalomga itob nozil qilindi. Itob Alloh taolo payg'ambarimizni koyidi. Abdulloh ibn Ummu Maktumdan teskari qaraganlari uchun. Bu oyat karima Payg'ambarimiz alayhissalomga aytilgan malomat. Itob, koyish. O'zlarini koyiyotgan oyat karimani berkitmasdan uni tilovat qildilar va bu oyat karima to qiyomatgacha tilovat bo'ladi. To qiyomatgacha o'qiladi. Rasulullohning zidlariga nozil bo'lgan oyatda ham bu omonatga xiyonat qilmadilar. Uni berkitmadilar. Balki keyin bu Abdulloh ibn Ummu Maktumni ko'rib qolsalar, marhaban biman atabani robbi fihi deb turib qabul qilib u kishini kutib olardilar. Robbim bu kishi to'g'risida meni itob qilgan kishi xush kelibsan deb kutib olardilar. Keyin ana shunday munosabatda bo'ldilar. Omonatga vafoni bu ummat payg'ambarimizdan o'rganadi. Payg'ambarimizdan o'rganadi. Qilcha vazifalarida, xizmatlarida, amallarida, da'vatlarida, risolatlarida, vahiyda qilcha omonatlarga xiyonat qilmadilar. Omonatga xiyonatni juda qattiq qoralaganlar. Omonatni ado qilishlikka, egasiga to'la to'kis berishlikka, xiyonat qilmaslikka ummatlarni targ'ib qilganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom to'g'risidagi xabar Hiraqlga yetib bordi. Hiraql G'ayriddin. Shunda Makkadan bitta yarimta tijoratchi bormi, bir chaqiringlar deganda Abu Sufyon topib kelishdi. Abu Sufyon hali islomga kirmagan. Payg'ambarimiz alayhissalom to'g'risida Hiraql so'rayapti. Abu Sufyondan u qanaqa odam? Abu Sufyon payg'ambarimizning sifatlarini aytib berdi. Shunda Hiraql aytgan ekan: "Va sa'altuka hal yaqdiru fa za'amta annahu la yaqdiru. Va kadhalika ar-rusul la taqdiru." Muttafaqun alayh. Abu Sufyonga Hiraql aytadi: "Sendan so'radim. U ahdni buzadimi? Omonatga xiyonat qiladimi deb so'radim.
Sen aytding yo xiyonat qilmaydi. Payg'ambarlar shunaqa, ular omonatga xiyonat qilmaydi deb Hiraql guvohlik keltiryapti. Payg'ambarimizning omonatlari ana shunday tillarda doston edi. عن أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. متفق عليه. Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadis sharif. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: ahlimga boraman. Ahlimga borganimda to'shagimda yoki uyimda yotgan xurmoni ko'rib qolaman. Bir dona xurmo. Yo to'shagimda turgan bo'ladi, yo uyimda ko'rib qolaman. Haligi xurmoni yegim keladi. Qo'limga olaman. Yegim keladi. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom muhtoj bo'lganlar. Muhtojlikni ko'rganlar. Yo'qchilikni ko'rganlar. Ochlikni ko'rganlar. Yeyman deb shunday og'zimga olib boramanda to'xta. Xavotir paydo bo'ladi, qo'rqaman. Bu xurmo zakotni xurmosi bo'lsa-chi degan qo'rquv paydo bo'ladi. Uni joyiga qo'yib qo'yaman dedilar. Omonatdan shu darajada qo'rqqanlar. Bir dona xurmo ham aralashmagan. Ana shu bir dona xurmoni ham yeb qo'ymaganlar qo'rqib. Mabodo zakotdan bo'lib qolsa-chi deb. U ham omonat. Zakot ham omonat, u egasiga borish kerak. Zakotni nohaq yegan odam omonatga xiyonat qildi. Demak, zakotni olishdan qo'rqish kerak. Olib kelaver menga zakotni deb deyish kerak emas, qo'rqish kerak. Men haqlimanmi, haqsizmanmi deb o'ylash kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyatlari. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. Kim odamlarning molini olsa, lekin niyati ado qilish, beraman bir kun deb niyat qildi, Alloh taolo undan ado qiladi dedilar. O'sha niyatiga erishishlik uchun Alloh unga muyassar qiladi. Qarz olgan, birovning molini olgan odamni niyati ana shunday ulug' bo'lsa, qaytaraman degan. Qaytaraman degan niyati bo'lsa, Alloh muvaffaq qiladi. Alloh o'zi yordamchisi bo'ladi. Va man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Kim birovning molini olsa, niyati uning moliga talofat yetkazish. Yo'q qilaraman. Yevaraman. Bir kuydiraman buni. Bir uxlataman. Deydi hozir ko'p ularning misoli. Qo'rqmaydi omonatdan. Allah uni molini talofatga uchratadi dedilar. Boshida niyati talofat yetkazish bo'lsa, moliga talofat yetkazadi dedilar. U botib o'tiraveradi. U botqoqdan chiqa olmaydi. Demak, niyatni to'g'ri qilish kerak. Va qala sallallohu alayhi va sallam: "Addi al-amanata ila man i'tamanak va la takhun man khanak." Ravohu Abu Dawud. Yana payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: senga omonatni ishonib topshirganga omonatini ado qil.
senga ishonib topshirganga omonatini ado qil, ber. Senga xiyonat qilganga ham xiyonat qilma dedilar. Omonatni ado qilishlikdagi odob ana shunday bo'ladi. Hozir buni ham misoli ko'p. U ham vaqtda mana shuna qildi. Men ham shuna qilaman. U ham menga xiyonat qilgan, men ham xiyonat qilaman deydiganlar ko'payib ketdi. Birovning haqqidan, birovning omonatidan qo'rqmaydiganlar ko'payib ketdi. Shuning uchun kosa soqolmaydi. Shuning uchun bir-ikki bo'lmaydi bu dunyoda. Oxiratda holiga voy. Inna a'zama-z-zunub 'indallohi an yalqahu biha 'abdun ba'da al-kaba'ir allati nahallahu 'anha an yamuta rajulun wa 'alayhi daynun la yada'u lahu qada'an. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar. Gunoh kabiralardan keyin banda Alloh taologa yo'liqadigan eng katta gunohi banda Alloh taologa yo'liqadigan gunohi. Kabira gunohlardan keyin bir kishi o'ldi. Zimmasida qarz qoldi. Qarzini ado qilishlikka biror narsa tashlab ketmadi. Ana shu odamning holiga voy deyaptilar. Bunday narsa bilan banda Alloh taologa yo'liqmasin deyaptilar. Gunoh kabiralardan keyin mana shunday gunoh bor deyaptilar. Eng og'ir gunoh bor deyaptilar. Bunda nima bor? Bunda birovning qarzidan ehtiyot bo'lishlik bor. Qarzdor bo'lib ketmasin hisob-kitob kuniga. Qarz oladigan bo'lsa, o'rnini bundoq o'ylab ko'rsin. To'xta tushib qolsam nima bilan qoplayman bu qarzimni? deb uni hisob-kitobini qilib qo'ysin. Hozir ana shu masalada oqsab qoldik. Uni o'ylash yo'q. Muncha qarz olsam, bir marta aylantirsam, muncha bo'ladi. Banda emasmisiz? Banda emasmisiz? Bandamiz. Bunday aylantirsangiz orqaga ketib qolishi ham mumkin u. Orqaga ketib qolsa, undan qarzim bor. Nimani hisobiga uzaman deb bir hisob-kitob qilib qo'yish kerak. O'rnini bundoq to'g'rilab qo'yib, yopadigan narsa bo'lsa, keyin qarz olish kerak. Yopadigan narsasi yo'q, qarzga botib qolib, og'ir ahvolda qolyapti. Qarigan ota-onasi ko'chada qolyapti. Qariganda endi bu bolalarimizni huzurini ko'raman deb turgan chog'larida ko'chada qolyapti, uylardan ayrilib. Qarzni yopish uchun uyini sotish kerak edi. Ko'p har kuni kelishyapti. Ey birodar, kelganingiz yaxshi-yu, shu qarz olmasdan oldin kelganingizda yo'l ko'rsatardim deb qo'yaman. Endi kechda. Kechga qolyaptilar. Boyaga aytgan vasvasa bor, bir marta aylantiraman bunda bo'lib qoladi deb o'zini boylarning qatoriga qo'shib qo'yapti. Sal sabr qiling. Sal sabr qiling. Boshqa tomonni ham o'ylab ko'rish kerak. Aksincha aylanib qolsa-chi? Buni o'ylamay qo'ydik. Qarzdor bo'lish yaxshi emas. Shuning uchun qarz olishlikdan juda ehtiyot bo'lish kerak. Omonatdorlik masalasi ana shunday. Suhbatimizni bir ajoyib qissa bilan yakunlasak. Hazrat Umar roziyallohu anhu sahroda ketyaptilar, bir cho'pon yigit keldi. Qo'ylarni haydab keldi. Hazrat Umar haligi cho'ponga bitta qo'ying sot dedilar. Cho'pon aytdi, bu omonat dedi. Egasiga aytib qo'yarsam, bo'ri yeb ketdi deb sinadilar. Shunda haligi cho'pon egasiga bo'ri yeb ketdi deb aytarman-u, o'ziga nima deyman? Allohga nima deyman dedilar.
Hazrat Umar uni yaxshi ko'rib qoldilar. Surishtirsalar birovning quli ekan. U qulni sotib olib ozod qildilar. Ana shu bir og'iz so'zing seni qulchilikdan ozod qildi. Umid qilaman oxiratda shu bir og'iz so'zing seni jahannamdan ozod qiladi dedilar. Ana shu masala hammamizga dars bo'lsin. Allohga nima deyman? U ko'rib turibdi-ku. U bilib turibdi-ku degan e'tiqod. Taqvodorning, mo'minning e'tiqodi ana shunday bo'ladi. U birovning omonatiga xiyonat qilmaydi hech qachon. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor, bilganlarimiz, eshitganlarimizga amal qilib ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf ayla. Ulug' kunlarda duo so'raganlar bor, murodlarni hosil ayla. Bemorlarga shifo komil ber. Hojatmandlarning hojatlarini ravo ayla. Boshlariga mushkulot tushganlarning mushkulotlarini kushoyish ayla. Yurtga omonlik ber. Ko'zga ko'ringan, ko'rinmagan samoviy, aroziy ofatlardan o'zing asra. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.